Voy, nimadir sep bo'lgan. Ha, vashi yoqdi menga. O'zi buchi feromon atirda, tushunasizlarmi? Вообще zo'r atir, feromon bo'ladi bu. Bo'ldi, stop, olin. Kelishilgan pul beramiz. Mana sizga kelishilgan pul, mana sizga kelishilgan pul. Feromon atiri o'zi bormi? O'zi kimlar uchun va nima uchun? Hozirgi kunda Instagramda bomba bo'lib aylanib yurgan Feromon 18+ 21+ dan sizga foydasi bormi, yo'qmi? Bu videoda to'liq informatsiya olasiz. Meni ismim Saidolim, familiyam G'aniyev. 6 yildan beri original atir sohasida faoliyat yuritaman. G'aniyev Parfum butiklarining asoschisiman va hozirgi kunda Toshkentda 2 ta original atir sotadigan butiklarimiz bor. Aka, feromon atirlar rostdan bormi yoki ular marketingmi? Feromon tanadan chiqadigan signal. Feromon asosan hayvonlarda zo'r ishlaydi. Ayniqsa chumolilarda va har xil shunga o'xshash hayvonlarda mana shu feromon orqali tanasidan signal chiqaradi va shu orqali qo'shilib ko'payadi. Odamlarda aka feromon ishlaymi shunda? Va meronasal degan organ bor. Bu narsa hayvonlarda asosan bu organ yaxshi rivojlangan bo'ladi va zo'r ishlaydi. Odamlarda bo'lsa bu organ deyarli umuman ishlamaydi. Shunda umuman ishlamaydi u. Bu degani fakt, feromon 100% ishlamaydigan yo'q narsa. Lekin aka, misol uchun atir sepsa bir xil gilanki tortadi-yu o'ziga. Ular qanaqa ishlaydi? Hop, atir har doim ishlaydi, lekin bu feromonga bog'liq narsa emas-da. Mana atir sepganingizda o'zi psixologiya, o'zingizdan bilsangiz, zo'r atir sepsangiz yoki qat'an qimmat atir sotib olib sepsangiz, o'zingizga ishonchingiz oshadi. Yaxshi atir sepgan odamning o'ziga nisbatan ishonchi bo'ladi. Ana o'sha energiya, bu narsa odamning ko'ziga ko'rinmaydi, lekin har qanaqangi odamga ta'sir qiladi. Lekin bu narsaga feromonning umuman aloqasi yo'q. Feromon shunda umuman ishlamaydi deyapsiz. Lekin Instagramlarda reklama chiqishyapti-yu, mana bunaqa qilyapti, mana bunaqa reaksiyalar qilishyapti. Ular hozir qanaqangi narsa sotishyapti, o'zi u narsa atirmi yo oddiy suvmi yoki bir 15 ming 20 minglik atirmi yo'qmi bilmayman. Men sizga hozir taxminiy ular qanaqa siri tegayotganini ko'rsatib ketaman. Voy, nimadir sep bo'lgan. Ha, vashi yoqdi menga. O'zi buchi feromon atirda, tushunasizlarmi? Вообще zo'r atir, feromon bo'ladi bu. Bo'ldi, stop, olin. Kelishilgan pul beramiz. Mana sizga kelishilgan pul, mana sizga kelishilgan pul. Feromon bu o'zingizga bo'lgan ishonchingiz. Siz yaxshi original atir sepsangiz va o'zingizga ishonsangiz, bu har qanaqangi feromonlardan ustun turadigan narsa. Sizlarga original atir kerak bo'lsa, Toshkent shahrida joylashgan 2 ta do'konimizga sizlarni taklif qilib qolamiz. Bittasi Mirobod Avenueda, bittasi Poytaxt savdo markazida. Barchalarni G'aniyev Parfum butiklarida kutib qolamiz.